Hurmatli obunachilar, davlat xizmatlari vaqtincha bu joyga ko'chyapti ekan. Hozir aka bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tushunsiz? Aka, xalqimizga nima gapirib bering, nima bo'layotgani? Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Rishton tuman davlat xizmatlari markazi hozirgi kunda remontga tushayotganligi sababli hozir Rishtonda davlat xizmatlari markazini joyini o'zgartiryapmiz. Vaqtincha avtovokzal, avtoshoh bekati yonida Madaniyat saroyi bor. Madaniyat saroyida dushanba kundan ish faoliyatini shu yerda boshlaymiz. Zakislar ham keladimi aka? Hammasi Davlat xizmatlari markazi, FHDO bo'limimiz hammamiz shu yerda xizmat ko'rsatamiz. Marhamat, shu yerga kelishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, endi shu joyga kelaverasizlar. Hurmatli rishtonliklar, bu videoni srochniy rishtonlarga jo'natib qo'yinglar. Birinchilardan bu video olyapmiz. Davlat xizmatlari markazi, ya'ni yagona dacha shu yerda faoliyatni ko'rsatadi. Masalan, prava, Zagranpasport, zakis hammasi shu yerda bitadi endi. Kelaverasizlar, xudo xolasa inshaalloh.